nima deysizlar, katta stadionlarda, muxlislarga to'la zallarda ota-onasining duosini olib chiroyli konsertlar taqdim etadigan yaxshi san'atkor bo'lishiga tilakdoshmiz. Bitta chiroyli qarsakilar yog'dirib qo'yasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana haligi o'tgan kunlarda aytadi-yu, Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekan, biz bilmay yurar ekanmiz. Kasbida shunaqa iste'dodli yoshlar bor ekan, biz bilardik. Faqat ular aynan kimligini hali tushunib yetmagan edik-da. Men ishonchim komil, hozir shu bolalardan xohlagan bittasiga mikrofon tutsak ham, xuddi kamida davronchalik ijro qilib berishadi. Chunki bu zamin iste'dodlarga to'la zamin. Biz tegmasin, bardavom bo'lsin, xayrli bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz kelib xizmat qilishda charchamaylik. Davom etamiz, sho'x-sho'x daromad sizlar uchun. Hamma raqsga!